Assalomu alaykum, yana bir bor hammaga Mega Avto skladga tushganmiz. Yangi yuklarimiz Xudo xolisa tushirib tayyor qilib qo'yganmiz sotuvga. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol bu qoplarda yengil arzon qilib o'tib ketiladi. Cobalt'larga, Aveo'larga, Malibu 2'larga avtomat korobka. Xo'p, bu yoqda Lacetti 1.6 yangi avtomat korobkalarimiz, 1.6 mexanika korobkalarimiz, xo'p, Lacetti Cruze avtomat korobkalarimiz, Gentra'larga tushadi, oldi ko'juvni almashtirsa 1.6 korobkalar. Soni cheklanmagan holatda xudo xolisa ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana Cobalt, hozirgi trenddagi mexanika Cobalt korobkalarimiz. Korobka ko'jiqlarini olib kelib qo'yganmiz. Рабочий originali Nexia 3 Cobalt'larga oldi orqa ko'jiqlar. Bularda endi nima deyapti akalar? 1.6 golovkalar. O'ta ham ideal holatda. Optimga, donaga bemalol kela olasizlar. Pastdan o'ngloq qoldiramiz, aloqaga chiqa olasizlar. O'sha mashhur Xitoy motorlarimiz. Damas Cobalt 1.5, bu yoqda Damas. Bu yoqda esa Vali, Lacetti'larda, Nexia'larda 1.6 Val'lari. Cruze starterlarimiz. Narishlikda bor bu ham. Tayyor bo'lsanglar, 1.6 motorlar. Nechtadir ham endi buni hozir sanab bera olmayman. Ko'ryapsizlar, o'ta ham go'zal holatda hammasi. Malibu 1 ga motorlarimiz kelgan, tayyor stalba holatda. Narxi ancha arzon, inshaalloh kelsanglar chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Motorlarni o'zingizlar ham tekshirib qo'yinglar. Bu yoqda esa hozirgi kundagi trenddagi Gentra'ga migalar kelgan. Gentra Aveo mashinasiga. Yana bir trenddagi miyamiz esa avtomat korobkani rangli miyalar, gidroblok plastmassalar bor. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar, inshaalloh chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Cruze miyami? Bitta to'liq ham soqib beraman endi.